Assalomu alaykum do'stlar. Men Olim Shuhrat. Rossiyada yuridik maslahatlar yutib beramiz. Xush kelibsizlar. Bugun Rossiyaga kirishdan avval nimalarga e'tibor berish kerak? Ko'pchilik shu Rossiyaga kirib kelganda hujjat masalasida yoki o'zini tutish masalasida va hokazo bir necha muhojirlar bu yerda amal qilish kerak bo'lgan qoidalarga amal qilmay qo'yadi. Bu Rossiyaga kirib kelishdan to Rossiyadan chiqib ketgunga qadar. Ayniqsa hozir oxirgi mahalda kirib kelayotgan yangi yoshlar uchun ayni kerakli o'ylashimcha muddao bo'ladi. Ana endi Rossiya hududiga kirib kelishdan boshlasak, Rossiya hududiga kirib kelishda birinchi navbatda shu chet el fuqarosi o'zi kim oldiga nima maqsadda kirib kelayotganini aniq bilish kerak avvaldan. Rus tilidan bir kirib kelishdan avval beriladigan qisqa savollarga javob berishga tayyor bo'lib olish kerak. Kim oldiga kirib kelyapti, nima maqsadda kirib kelayotganligi uchun. Chegarada savol berib qolinadigan bo'lsa, shu nima maqsadda kim oldiga kirib kelayotganini to'liq aytib berish uchun. Keyingisi bu ko'pchilik shu xato qiladi, tashqi ko'rinishga e'tibor bermay Rossiya hududiga kirib kelishda shu xavfsizlik xizmatini mamlakatda bo'lishini istamasdan qaytarib yuborishga sabab bo'lib qoladi. Ya'ni bu shu telefonda taqiqlangan materiallarni saqlab qo'yib yoki muntazam shu diniy mavzudagi ma'ruzalarni eshitib qo'yganligi, ular telefonda saqlab bu kunlarga yuborganligi haqidagi ma'lumot telefondan chiqib qoladigan bo'lsa, unda ham qaytarib yuboriladi. Telefonlardan hamma ma'lumotlarni o'chirib, shu telefonni o'zini ham shu oddiy odam ishlatadigan darajaga keltirmasdan shu umuman o'chirib tozalab tashlab yoki telefonni uyga qo'yib telefonsiz kirib kelgan chet el fuqarolarni ham qaytarib yuborishyapti. Shunga sabab bo'lib qolyapti bu mamlakatga qo'yishmasliklariga. Shuning uchun bunga ahamiyat berib qo'ying. Telefoningizni oddiy odam qanday ishlatadi? WhatsApp ilovasi, Telegram, YouTube, shunaqa ijtimoiy tarmoqlar bo'ladi, Instagram, shunga o'xshash. Umuman tozalab tashlash ham mumkin emas yoki telefonni uyga qoldirib kelish ham mamlakatga kiritmay qo'yishlariga ham bu sabab bo'lib qoladi. O'zi yaqin vaqtda shu Rossiya hududiga kirib kelishdan avval 72 soat oldin Rossiyaga kirib kelish haqidagi shu bildirishnomani yuborib qo'yish kerak bo'ladi, hatto tasdiqlab qo'yish kerak bo'ladi. Elektron shu Rossiya hududiga nima maqsadda kirib kelayotganligingiz haqida ma'lumotni yuborib, buni tasdiqlaganligi haqidagi ma'lumot sizda bo'lishi kerak. Ya'ni siz kirib kelishingizga o'sha ruxsat degan ma'noda. Shunga amal qilmagan chet el fuqarolari ham shu 72 soat avval o'zi haqida kirib kelayotganligini RUID ilovasi orqali onlayn xabarini berib qo'ymaganlar ham mamlakatga kirilmay qo'yishi mumkin bo'lib qoladi. Keyingi masala bu hujjat rasmiylashtirishdagi shu ko'pchilik qiladigan xatolardan Rossiya hududiga ko'pchilik kirib keladi. Birinchi navbatda shu ish beruvchisiga to'liq ishonib qoladi yoki shu yashash manzili bo'yicha ro'yxatdan o'tish o'rniga ko'chada qanaqadir qalbaki soxta hujjatlar taklif qiladiganlar gaplariga uchib qolib, shu ro'yxatga qo'yib beraman, mehnat shartnomasi tuzib beraman va hokazo shunaqa so'zlarga ishonib qolib, shu soxta hujjatlarga aldanib qolishadi. Bunda ahamiyatli bo'lishingiz kerak. Rossiya hududiga kirib keldingizmi, yagona yo'li siz yashash manzilingiz bo'yicha ro'yxatdan o'tishingiz. Rossiyaning barcha hududida bu mavjud. Siz yoningizdagilardan so'raysiz yoki bironta bir mutaxassislardan maslahat qilasiz agar topolmayapsiz manzilni boshqa. Yashash manzilingiz bo'yicha shu uy egasi bo'ladimi yoki gostinitsaga joylashasizmi, общежитиеga joylashasizmi, hostelga joylashasizmi, ana shu yerni o'zidan ro'yxatdan o'tishingiz kerak. Boshqa bir yerga ro'yxatdan o'tib, boshqa bir yerda yashasa ham shu chiqarib yuboriladi, shtraf qilinadi, kelajakda bu muammolarga olib keladi. Ana keyin bu Rossiya hududida hujjat rasmiylashtirishi tartibi juda oddiy. Ko'pchilik o'sha o'zi bilmasdan boshini muammoga tiqib oladi xolos. Ana endi siz aytaylik ishga joylashasiz. Ishga joylashganingizda albatta mehnat shartnomasi ish beruvchi bilan tuzishingiz kerak bo'ladi. Keling, men bilan shartnoma tuzib qo'yaylik, ertaga shu har xil muammolardan qochish uchun deb. Agar sizda savol tug'ilishi mumkin, men bir ish beruvchi bilan ishlamayapman, o'zim shaxsiy ishlarim bilan keldim, bir joyda remont qilaman, dachada ishlayman va hokazo, shunaqa bir kishini qo'lida ishlayman desangiz ham, shu insonni o'zi bilan ham fuqarolik huquqiy shartnoma qilib qo'yishingiz kerak bo'ladi. Kelajakda shu sizni pul bermasdan aldatib, shu pullaringizni o'z vaqtida olishingiz uchun shu albatta fuqarolik yoki mehnat shartnomasi tuzib qo'yishingiz kerak bo'ladi. Bu juda oddiy. Qisqa qilib aytadigan bo'lsak, kirib keldingiz, yashash manzilingiz bo'yicha ro'yxatdan o'tdingiz, 15 kundan kechikmasdan, shu registratsiya qilishingiz muddati 15 kundan o'tib ketmasligi kerak. Kirib kelganingizdan mayli 1-2 kun dam oling, 2-3 kundan o'sha ro'yxatga qo'yishga harakatingizni qilsangiz bo'ladi. Ana undan keyin agar siz ishlamoqchi bo'lsangiz, patent rasmiylashtirishga hujjat topshirishingiz kerak bo'ladi.
shu patent rasmiylashtirishga hujjat topshirgan davringizda siz ishlamasligingiz kerak bo'ladi. Agar siz bir joyga chiqib ishlayotgan bo'lsangiz, patentlarga hujjat topshirib qo'ygan bo'lsangiz ham, to'lovlarni to'lab qo'ygan bo'lsangiz ham, politsiya sizni ushlab qoladigan bo'lsa, sizni mamlakatdan chiqarib yuboradi, deportatsiya qiladi. O'ylang, hali ko'zingizni ochmasdan Rossiya hududiga endi kirib kelib, hujjatlarni patentga topshirib qo'ygan bo'lsangiz ham, sizni shu patenti yo'q asosida mamlakatdan yangi kirib kelgan bo'lsangiz ham deportatsiya qilib chiqarib yuboriladi. Shuning uchun ishlamoqchimisiz? Bu vaqt cho'zmang, darhol shu migratsiya ro'yxatiga qo'yilganingizdan keyin, registratsiya qilganingizdan keyin patent rasmiylashtirishga hujjatlar topshiring. Aytaylik, o'rtacha 15 kundan 20 kungacha patent tayyor bo'ladigan bo'lsa, siz bu davrda ishlamaslikka harakat qiling. Ishlasangiz ham juda ehtiyot bo'ling. Keyingi masala shu patent rasmiylashtirib bo'lingandan keyin chet el fuqarosi o'zi ish topganligi haqida birinchi navbatda ish beruvchisi va o'zi bildirishnoma yuborib qo'yish haqida. Ana siz patent rasmiylashtirdingiz, patent qo'lga oldingiz, ana undan keyin siz ish beruvchi bilan tuzgan mehnat shartnomangiz haqida MVDga o'yinlamani qilib yuborib qo'yishingiz kerak bo'ladi. Siz ish beruvchi bilan tuzganmisiz yoki shaxsiy bironta kishi bilan tuzganmisiz? Bu haqida siz Gosusluga ochilib tasdiqlangan akkaunt bo'lsa, ana shu yerdan siz hech qayerga murojaat qilmasdan shu uyda o'tirgan holda Gosuslugingiz orqali kim bilan tuzgan mehnat shartnomangiz haqida MVDga o'yinlamani qilib yuborib qo'yishingiz kerak bo'ladi. Bu muddat uchun 2 oy vaqt beriladi. 2 oydan kechikadigan bo'lsa, siz topshiradigan o'yinlamingiz qabul qilinmaydi. Agar siz o'yinlamani topshirmasangiz, mehnat shartnomasi tuzganligingiz yoki u bilan fuqarolik huquqiy shartnoma tuzganligingiz haqida patentingiz katta ehtimol bilan annulyering qilib qo'yiladi. Bu ko'pchilik vatandoshlarimiz oqibatda kuzatilyapti. Avvallar ahamiyat berilmas edi. Shu ahamiyat berilmaganiga nisbatan shu patentlar o'z vaqtida shu 2 oydan kechikkanligi sababli annulyering qilinmas edi. Oxirgi paytlarda shu nazorat kuchaygan. Siz 2 oy ichida o'zingiz haqingizda ish beruvchi bilan tuzgan mehnat shartnomangizni MVDga bildirishnoma shaklida yubormadingizmi, patentingizni annulyering qilish ehtimoli katta. Annulyering qilib qo'ygandan keyin to 1 yil o'tmaguncha siz patent rasmiylashtira olmaysiz. Chegaraga chiqib kelib ham, hududni o'zgartirib ham. Ana siz Gosusluga ochmagansiz, tasdiqlangan akkauntingiz yo'q, ana unda siz o'yinlamingizni qog'oz shaklida yozib, to'ldirib, o'zingizga yaqin bo'lgan отдел politsiya vопросов migratsiya bo'limiga borib, mana shu ish topganligingiz haqida xabarni berib qo'yasiz. Birinchi navbatda bu ish beruvchingiz yuborgan bo'lishi kerak. Ana undan keyin siz so'raysiz ish beruvchingizdan, bildirishnoma men haqimda men bilan tuzgan shartnomangiz haqida yubordingizmi? Yuborgan bo'lsa, ana undan keyin siz yuborishingiz kerak. Agar u yubormay turib siz yuborsangiz, qabul qilinmaydi. Birinchi navbatda ish beruvchi yuborish kerak. Bunga ahamiyatli bo'linglar. Ana keyingi masala bu patent rasmiylashtirgan borganingizda sizga ixtiyoriy tibbiy sug'urta joylarda ixtiyoriy bo'lishiga qaramasdan majburiy yoki joylarda sotib olasanmi yoki shunaqa taklif berilganda siz albatta shu ixtiyoriy tibbiy sug'urtani sotib oling. Kelajakda shu ish joyingizda xudo ko'rsatmasin baxtsiz hodisa yuz beradigan bo'lsa, bu sizga kompensatsiya pulini to'lab berishlariga yaqindan yordam beradi shu tibbiy sug'urta. Keyingi masala shu uyga pul yuborishda siz ishonchli ilovalardan foydalanishingiz kerak bo'ladi. Qanaqadir ilovalar sizga taklif bilan noma'lum bo'lgan ilovalar sizga kurslarni oz ko'rsatib, qulay takliflar beradigan bo'lsa, biz buni tekshirib ko'rishingiz kerak. Bu qayerda davlat ro'yxatidan o'tgan, shunaqa. Hujjat tekshirishga toqatingiz bo'lmasa, siz ishonchli shu ommabop, shu doim hamma ishlatib keladigan mobil ilovalar orqali uyga pul jo'natish yoki banklar orqali uyga pul jo'natishingiz kerak bo'ladi. Shu o'rinda yana bir ma'lumot, shu Zolotoy Korona degan bir yaramas mikrozaym qarz tashkiloti bor. Shu yerga iloji boricha sizga arzon kurs uyga pul yuborish taklif qilinsa ham, bu Zolotoy Koronadan ro'yxatdan o'tib olmang. Ertaga shu sizga Zolotoy Korona bilan bog'liq muammolar kelib chiqadi. Nima qancha kurs ko'rsatmasin, sizga arzon uyga pul yuborish. Agar siz kelajakda qisqa muddatga shu kredit rasmiylashtirishni rejalashtirmagan bo'lsangiz, bu ilovani yuklab olmang. Bundan foydalanmang iloji boricha. Keyingi masala bu migratsiyaga oid har xil chalg'ituvchi shu yangiliklar bo'ladimi, tekshirilmagan rasmiy manbalar bo'ladimi, bular haqida kuzatishni bas qiling. Ayb ko'ymanglar. Shu har xil keraybas tekshirilmagan manbalardan yangiliklarni xabarlar kuzatishni o'rniga shu kasblaringizga oid bironta bir yangiliklar xabarlarda o'zingiz ustida ishlash uchun ma'lumotlarni ko'rib kuzatganingiz to'g'ri bo'ladi. Keyin bu yer O'zbekiston emas, bu yerda shu millatchilik ayni rivojlangan O'zbekistondan, Tojikistondan, Qirg'izistondan kelgan fuqarolar albatta bu yerda ozroq bir ikkinchi desak noto'g'ri bo'ladi-yu, millatchilar orasida shunaqa sanaladi. Endi o'zimizda ham ko'ryapmiz-ku, shu O'zbekistonda hindlar keldi. Hindlarga bizni fikrimiz qanaqa, munosabatimiz qanaqa, o'zimiz o'zbek bo'lib turibmi? Shuning uchun Rossiya hududida ham tем более bizga o'ylaydi O'rta Osiyodan kelganlar shu hammasi ham emas, millatchilar ayniqsa shunaqa
o'ylashadi, fikr yuritishadi. Shuning uchun ularga ko'chada millatchilarga duch kelib qoladigan bo'lsangiz, Rossiya fuqarolari sizga qanaqadir poddavay savollar beradigan bo'lsa, tortishuvga, bahsga kirishib ketmang agar siz haq bo'lgan taqdiringizda ham. Bu meni yana qaytaraman, shaxsiy fikrim. Ana keyin bu yerda ochiq-sochiq kiyinishar ekan, yurishar ekan deb, bu imkoniyat ekan, bu hech narsa qilmas ekan deb o'zingizni erkin tutib yormang. Endi qanaqa erkin tutmang? Yuring, yashang, maza qiling. Kunlik hayotda Rossiya hududida taqiqlanmagan ko'chada harakatlanish, yurishingiz, boshqa qilishingiz, lekin shu ochiqcha hayot ekan, yengil hayot ekan bu yerda deb qaytanga bu yerda nazorat kuchaygan. Shu qizlar kalta yubka kiyadimi, o'ziga ochiq sochiq kiyim kiyadimi? Bu millatdagilar aynan shu yomon odamlar ekan degan xulosa qilib qo'ymaslik kerak. Jamoat joylarida, uyiz atroflarida shu yosh qizchalar bo'ladimi, bolalar bo'ladimi? Tabiiyki shu O'zbekistondan kelgandan keyin oila a'zosini ko'pchilik sog'inadi. O'g'il bola bo'ladimi, qiz bola bo'ladimi, bularni iloji boricha ota-onasini nazoratsiz erkalamang. Suymang, bir konfet berib, ular bilan so'zlashuvga kirishmang. Liftda chiqayotganingizda, podyezdda, yolg'iz kishi qoladigan joylarda shu yosh bolalarni ko'rdingizmi, birinchi bo'lib ularga yo'l bering. Ular bilan bir joyda qolmaslikka harakat qiling. Internetda, ijtimoiy tarmoqlarda sizga har xil takliflar bilan chiqsa, uni rad qiling. Ya'ni sizga shu ishdan tashqari katta maosh taklif qilinishi yoki sizni kartangizni vaqtincha ishlatib turish uchun berishlik, internetda xullas nima bo'lmasin, mo'may taklif bilan telefon qilib bo'ladimi, ilovalar orqali, bunda siz darhol rad javobini bering. Lekin pishloq doimgidek shu qopqonda bo'ladi. Sizga begona odam yozyaptimi, taklif beryaptimi, qo'shimcha ish yoki siz tanimagan, bilmagan odam yoki qanaqadir taklif, mo'may daromad, shunda siz darhol rad qiling. Ha, qo'shimcha ish uchun hech qanday cheklov yo'q. O'zingiz yashab turgan hududingizda bu kimga ko'maklashib qo'shimcha daromad olishingiz mumkin. Lekin aynan ijtimoiy tarmoqlar orqali sizga yuboriladigan shu tuzoqlar, shu xabarlar, mo'may ish takliflariga rad javobini bering. Va ma'lumot so'ngida shuni aytib o'tmoqchiman. Rossiya avvalgidek hujjatlarga e'tiborsiz emas. Hozir Rossiya hududiga keldingizmi, hujjatlarga jiddiy bo'lishingiz kerak. Agar siz hujjatlarni tushunmasangiz, o'zingizga muammoni ko'paytirasiz, holatni qiyinlashtirasiz. Hujjatlar tartibi oddiy. Do'stlar, o'ylayman, barcha keraklik migrantlar kelajakda shu qoidalarga amal qilmasdan bir xunuk vaziyatga tushib qolishini oldini olish uchun foydali ma'lumotlarni aytib o'tdim. Bu yerda nimanidir yoddan chiqargan bo'lsam, video ostida izohlarda qoldirishingiz mumkin. Men fikrlaringizni o'qiyman. Bu uchun alohida ma'lumot olish kerak bo'lsa, sizlarga bu haqida xabarni aytib chiqishga harakat qilaman. O'zlaringizni ehtiyot qilinglar. Keyingi videolarda, yangiliklarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'linglar.